zo'r uy ko'rsataman, ko'rib maza qilasiz. Qarang. Bu kirish eshigi, ana endi uy boshlandi, qarang. Chiroyli. Yuring, endi ichkariga kiramiz. Voy. Chiroyliligini qarang. Aka, lekin remonti bor-ku, yorib-yoribsiz. Juda ham zo'r bo'libdi. Bitta oshxonani ko'rsatay. Mana qaranglar. Mana texnikalar qoladi. Xuddi shunday. Hammasi qoladi. Aka, nechta oynangiz bor bu yoqda? 5 ta. 5 ta. Voy. Panorama bu hammasi. Shunday. Qani, keling hozir shahar ko'ramiz. Metrogacha 400 metr. Metrogacha 400 metr. Shunday. Ikkinchi, uchinchi oстановka. Qoyil. Keyingiz Kazlinka. Qarang, chiroyliligini qarang. Nima dedingiz? Men divonni olib ketaman dedingizmi? Bitta shu olib ketaman aka. Bitta shuni olib ketasiz. Bitta ketadi. O'zi bu divanni joyi mana shu joy bo'lgan. Lekin shuni olib ketaman deyaptilar. Aka, endi bitta xonalarni tanishtirib chiqaylik. Xo'p. Bu garderob bu. Bu garderob. Xo'p. Bu yoqdan boshlaylik chiqqani. Bu kirish eshigi bo'ladi. Xo'p. Birinchi bo'lib bizda sanuzli bor ekan. Yaxshi. Qani. İkinci xonasini ko'ramiz. Juda ham chiroyli qilib qo'yibsiz lekin. Bu yoqda nima xona bor? Bu deska. Deski xona. Mebel texnikalari. Voy. Juda chiroyli. Oho. Dars qiladigan joylari bor ekan. Ikkita divanlar qo'yib qo'yishibdi chiroyli qilib. Shkaflari bor. Mazza qilib yashab olish kerak-da bunday xonadonlarda. Konditsionerlari bor. Havo aylanishi yaxshi. Xo'p. Birinchi etajni ko'rdik. Ana endi ikkinchi qavatga ko'tarilamiz. Qani, ketdik. Xo'p. Oho. Voy, chiroyli. Aka, bu balandligi necha bu patologiyasi? 5 larga yaqin. 5 ga yaqin. Qoyil. Juda chiroyli. Bitta mana bu xonani ko'rsataychi. Bu yerda sanuzli bor-a? Garderob? Ana.